Metro Istanbul. Tashqi ishlar. Artık hayatımdan çıksan diyorum, bu ikili delilik sona erse, ikimiz için de en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi bu yok Bitta kapsulaga 6 kishi sig'ar ekan. Maksimum masalan 4 kishi ketaveradi. Odamga qarab 6 kishi qilib jo'natib yuborar ekan. Lütfen, lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, Biz yetib keldik. Endi sekin tushamiz. Pul to'ldimi? Shuni. Hozir yo'q, men sizga yetmadi. Holingizga yetyapti. Erta to'lab ketadi. Tushgandan so'ng chiqishda shopni Istanbulga. Okey. Davray. Qarab kelgan ekan. Aytmay hozir pul tashlab olamiz. Chiqqandan keyin shunday go'zal manzara. Machka. Şöyle ochiladi. Chiqib bu yerda piyoda sayr qilsangiz ham bo'laveradi. Mana biz hozir nimadan chiqib, yonda parkka kirdik. O'sha ustidan o'tgan nimamiz. Masalan, oilaviy sayrga mos park ekan, bog'. Shunday Beshiktash stadionining yonida maslahat beraman. Kelib, oilaviy sayr qilib, piknikka mos joylar. Turkiyada o'zi shunaqa parklar juda ko'p. Oilaviy kelib, piknik qilib o'tiradigan parklar juda ko'p. Shulardan biri shu ekan. Bugun yana bir park, ya'ni Yildiz parkiga boramiz inshaalloh. Buni ham ko'rsataman. Pastga tushamiz do'stlar. Hatta nima farqi bor? Zina kerakmizga do'stim. Do'stim zinasiz qiynalyaptilar. Zinasiz nima qilib qolyapman deb. Lekin haqiqatan priroda bo'yicha zo'r, mashalloh. Havosi toza, tabiat juda go'zal. Yashil makon. Bu joyga yanada yozlarda kelsangiz, issiq paytda bu joylar daraxtni ostida o'ygansiz, salqin bo'ladi. Oh, mazza-yu. Amalib ketadigan joy bo'ladi paytlar. İstanbulning Bunyodkor stadioni bu. Chunki ko'p Turkiyaning o'yinlari ko'pi shu joyda bo'lib o'tadi. Mirkomil Musayev millionda aytgandek, bizda Bunyodkor stadioni bor. O'sha İstanbulni
va Yarli markazida joylashgan. Beshiktash stadioni. Biz hozir shu yo'llar bilan burchi bilan o'tib ketishimiz kerak o tarafga. Mana Beshiktash stadioniga keldik. To'prash stadion. Bu Istanbulning eng katta jamoalardan biri hisoblanadi. Shu stadioni Beshiktash. Mana bu jamoalardan Galatasaray, Fenerbahçe, Beshiktash ular juda katta raqobatchi jamoalar hisoblanadi. Endi biz yo'nalishimiz Yildiz Park. Shu stadiondan o'tib o'sha joyga borsa bo'ladi. Bu Atatürk mana bu. Atatürk. Shu nimaga Yildiz Parkigacha Atatürk tarixlari, tarixiy rasm nimalar hammasini qo'yib chiqqan devorga. O'ng tarafimizda hozir aytaman Dolmabahçe saroyi keladi. Turkiyada kelganingizdan keyin ancha kaloriya jigat qilib oladi. Tepa-past yo'llar, bir lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyagacha 1 kilometr, 1,5 kilometr. Endi hamma har xil. Kimdirlar taksida yuradi. Lekin yo'ldagi nimalarni ko'raman desa, chiroyli manzara, chiroyli joylarni piyoda yurish tavsiya qilaman. Sog'liq uchun ham foyda. Hozir Dolmabahçe saroyiga kelib qoldi. Bu joy yopiq ekan. Balki kirish joyi boshqa joydadir, men adashgan bo'lishim mumkin. Lekin tashqarida mana ko'rishingiz chiroyli saroyning darvozasi, ya'ni tashqi ko'rinishi shunday chiroyli dekoratsiya, tarixiy ko'rinish. Joydan dengizga ko'rinadigan manzara joyi bor edi. Atatürkning suratlarini bitta ko'rsalar bo'ladi. Biz Chirog'on saroyiga keldik. O'sha mashhur Chirog'on saroyi. Bu hozir mehmonxona qilingan. Hozir mehmonxona qilib qo'yilgan. Oldin Usmonlilar paytida bu joylar saroy o'rnida bo'lgan. Hozir mehmonxona. Mana bu yerda avtoturargoh qo'yishgan. Orqasi dengiz. Saroyda ichkarisi. Ichkari ko'rinishi. Hozir mehmonxona. Qimmat mehmonxonalardan biri. Biz Yildiz Park tomon ketyapmiz. Hozir mana Yildiz Parkiga yetib keldik.
bitta oilaviy kelib piknik qilish mumkin, sayr qilish mumkin. Toza havodan bahramand bo'lish uchun zo'r joy. Tavsiya qilaman, kelinglar. Parkka kirib kelmoqdamiz. Parking manzarasi. Juda katta park. Bu yerga oilaviy kelib, joylarda piknik qilib, chekib bir bozorlik qilib kelib o'tirsa ham bo'ladi, tabiat qo'ynida. Bu zo'r joy. Oilaviy kelsangiz, mana shunaqa narsalarni ayda juda olasiz. Buna joylarda o'tirib, piknik, toza havo zo'r. Qarang havoni. Alhamdulillah. Bunaqa manzaralarda hozir Yulduz parkidan chiqib endi sohil bo'yiga ketyapmiz. O'rtako'y jamisi, O'rtako'y sohiliga. O'sha yerdan burilamiz do'stim. Endi burilib naqashib ketamiz. Mana sohil bo'yiga chiqyapmiz o'zi. Sekin ketyapmiz. O'rtako'y sohili, O'rtako'y masjidiga kiramiz. O'sha mashhur ko'p kishi rasm, videolar qo'yadi o'sha yerda. Juda chiroyli joy. Maslahat beraman kelishingni. Endi biz piyoda yurganmiz, piyoda kelyapmiz bu tarafga. Yulduz parkdan 1 kilometr, 1-2 manimcha Alloh alam yaqinlikda. Siz bo'lsa dengiz bo'ylab ketsangiz bo'ladi. Kemada, Paromda. Mana o'sha mashhur O'rtako'y jamisi. Subhanalloh, juda go'zal. Bu bo'lsa O'rtako'y eskilesi. Bundan o'sha Bosforga nimaga ketishga yaxshi. Maşallah. Juda go'zal. Odam juda ko'p, nariyog'i yo'q. Hamma rasmga tushgan. Biz endi buni ichiga kirib namoz o'qib, bemalol olamiz. Mana bu joylarda dengiz bo'yida terrasada ovqatlanishingiz mumkin. Shirinlik, ovqat, yoki qahval teyishlar mumkin. Albatta mana bu joylarda rasmga tushishlar mumkin. Shu manzarada. Meduzalar kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Juda go'zal, juda chiroyli. Go'zal, subhanalloh, juda go'zal. Dengizni burchagida bo'lgani uchun ham juda chiroyli. Manzarasi ham go'zal. Tavsiya qilaman, kelinglar.
taraf, oldi tarafida bitta darvozasi bor ekan. Masjid haqqiga rakat namoz o'qib chiqib, ichidan faxrlanib ko'ra go'zalligini chiqishingiz mumkin. Sana ayollarga boshini o'rash uchun ro'mollar beriladi. Ayakdan kirib chatdan chiqib shunga kirish mumkin. Masjiddan chiqib endi keyingi lokatsiyaga qarab ketyapmiz. Shuning uchun biz nimadan kemaga ketamiz. Biz mana shunaqa nimadan nimalarga chiqib portdan sportga, ya'ni o'zimizga minimumga qaytyapmiz. Maslahat beraman, shuna kemalarga chiqib tomosha qilib, shaharda tomosha qilib mazza-lazzatlanish mumkin. 15 ming so'm bo'lamiz bizga. Shaharni ko'rishga nima qilamiz? Minimumda shu nimani olsam ham bo'lardi. Ko'rdi, 3 ta joyga olib boradi, lekin yo'lma-yo'l sizlarga ko'rsatib ketadi. Chiroyli manzaralar. Dengizni qo'ynida bunaqa yaxtada kema ayni fosfor nima desa ham adashgan bo'lsam to'g'rilab qo'yasizlar. Manzarani tomosha qilib ketishga nima etsa yaxta mana. Xotinga rahmat haromi degani. Tepa yoshroq bo'ladi. Yo'limiz yaqinda prosta. Yo'limiz yaqinda prosta. Nimaga? Ya, yuradi, Beshikdashga to'xta, keyin nimaga to'xtaydi? Beshikdash. Bunday ikkinchi etajga chiqib manzarani tomosha qilish mumkin. Ana saroy. Chiqqan saroy. Shu.
Qaroy bu. Akasiniki dedingiz-ku. Chirog'on saroy, Chirog'on. Ha? Hollywood yig'lasa kerak. İşte o to'g'ri. Burası da nima ko'zini to'sib beradi, Bakavoyda. Bu qiz tarafı dengizda shunaqa ishlar. Har bir shaylar tomosha qilib, inshaalloh. İşte to'xtaydi. Bitta suv sotadi. Bu amakisi. Voleli. Ayi bor. Az. Apelsin bor, yana bir nima bor. Ana shunaqa joylarda ana shunaqa amakilar qiladi. Amca. Jusoran. Ha. Restoran. Apelsin va limon bor, qaysi biri? Zarif. Aslan abi bu ne kadar? 100 lira efendim. Tamam. Ha. Bu limon mu apelsin mi? Bu limon mu abi? Limon, Tamam, limon. çaptım. Apelsin mi? Apelsin. Bir tane apelsin. Bundan. Evet. Bak. Çaptım. Ha. Kestin abi şu an. Ha. Ay, böyle saklansa. Teşekkürler. İkramımızdan. Very good, very good, very good. Evet, teşekkür ederim. Evet Salih. Salih. İkide siz üstü gap bolalar. Ular rizqi borda, yaptı. Buyurun. Ama yaxshi tarafi Turkiyada suvlarni svejiy qilib beradi, shunisi zo'r. Bu joyda ayolingiz bilan, onangiz bilan kelib, bilan sayr qilishingizni tavsiya qilaman. Juda go'zal manzaralar. Mana Beshiktash. Masiga keldik.